Assalomu hurmatli Fayz Samsung obunachilar. Bugun 26-oktyabr sizlar bilan Fayz Samsung birinchi va ikkinchi filialimizda görüşüp turibmiz obunachilar. Bu berimiz ikkinchi filialimiz bo'ladi. Xudo xolasa sizlar bilan zo'r sizlarga yangiliklarimiz bor. Telefonlarning obzori va uni yanında qo'yilgan bonuslarni birgalikda tushuntirib o'tamiz. Esa videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, oldindan bir like bosinglar, keyin bir kommentar yozinglar, biz xursand bo'lamiz. Undan qaranglar endi manzilni eslatib o'taman. Manzilimiz ikkinchi filialimiz Avtobusda girib kelaverishingizda shunning 1, 2, 3 choyxona chiqadi. 3-choyxona o'tasizlar, chap qo'lingizda joylashgan. Keyin bu tarafda sum tarafdan kelasizlar. Sum tarafda shunning dollarchilarda o'tib kelaverishingizda o'ng qo'llaringizda shunning joylashgan obunachilar. Ya'ni toza zo'tilib turgan sumni orqa tarafi obunachilar. Esa videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, obunachilar boshladik, biz ketdik. Obunachilar ko'rganlaringizdek, men nerda ikkinchi filialimizda bana gel. Bu ne dedi bu? Bula ne dedi bu? Bu padarkeler kim için bu? Bize obunachilarimiz için, kuzatuvchilarimiz Fayz Samsung'a telefon xarid etganlar uchun obunachilar. Keling bana, qarang. Smart 10 telefonumuz, ya'ni 8/128lik, 120 Hz ekran tezligini ishlab chiqarilgan telefonumuz, bahosi 1.350.000 so'm obunachilar, ko'rganlaringizdek. Keyin buni 64 ekan, bahosi 1.100.000 so'm. Sizlar uchun aksiya bahoda qo'ydik. Qaranglar, endi men Smart 10 ga qo'yiladigan bonuslarni aytaman sizlarga. Ya'ni bizning Smart 10'imizga obunachilar Smart 10'imizga qaysilar qo'yilar endi bizani? Tak. Smart 10 ina obunachilar. Sizlar uchun Smart 10 ga Akalon elektro plita, ya'ni ovqat qizdirasizlarmi, pishirasizlarmi obunachilar? Sizlar uchun agar shu telefonni xarid qilsangiz, endi yangilikka qarang. Bir donasini qo'shib beramiz shundan. Va hali bu hammasi emas. Yanında qaranglar. Bir dona ko'rganlaringizdek termozam bor. Termoz obunachilar. Bemalol kelib xarid ketaverasizlar. Smart Infinix 10'larımıza. Keyin HD'lar ham bor uni. HD'larine, yani Smart 10'larımıza bunun işinin bonusu bor. Keyin HD'larimize bundan tashqari yana qaysi bonusumuz bor edi bizani Smart 10'lara? Redmi. Smart mı şu? Bu Redmi ekan. Redmi'lerimiz ham obunachilar shu narsadan qo'yib beramiz. Shu narsada 100%. Qaranglar. Chotki bu. Buna şu narsa qo'yiladi, ili bu bonusu beriladi obunachilar. Indiki keldi telefonlarimiz Hot 60A, qaranglar. Hot 60A 45 watt ishlab chiqarilgan 5160 mAh batareyasi, qaranglar endi. Buni 8/128 ga obunachilar bahosi 1.450.000 so'm 1 yil garantiya bilan IMK kodlari 100% o'tgan. Endi Hot 60A terazi qo'shib beramiz. Terazimiz ham zakonli. Bu hamma xonadona gerek narsa bu. Doğrusunu aytganda. Bemalol kelib shuni olib ketsangiz bo'ladi. Terazini ham ochib ko'rsataman sizlarga. Ina terazimiz 100% paket. Keyin buni yonidan Infinix kubi. Ina shundan biri beriladi. Ko'rganlaringizdek. Alın yaxshi. Bir shisha laminat ham qo'shdim sizlarga. Alın ina. Bir shisha laminat ham olib ketaverasizlar. Keyingi telefonlarimiz E07 telefonumuz, ya'ni toza chiqqani 4/128lik Green Swift ishlab chiqarilgan telefonumuz. Bahosini qaranglar, 1.600.000 so'm, 4/128ligi. Keyin buni 6/128 ham bor. Ili uni bahosi esa 1.700.000 so'm obunachilar. Yarimda yillarga qarang, o'zini qo'yildirgan vejlari. Xohlagan bir setdan birini olib ketasizlar. Xohlagan bir set, ili shisha laminati, keyingi va golovkasi obunachilar. Golovkasi ham arzon emas shu. Javob gapim. Keyingi E06 telefonimiz, ya'ni 4/128lik Gold Swift ishlab chiqarilgan, bahosini qaranglar, 1.550.000 so'm, 1 yil garantiya bilan. Buning ichida bir set, bir golovka. Keyingi telefonimiz E16, hozirgi kunda haddan tashqari zo'r ashaddiy download ketgan telefon, ya'ni 4/128lik bahosi 2 million so'm, 1 yil garantiya bilan. Obunachilar, keyin buni 6/128 ham bor. Uni bahosi 2.150.000 so'm. Endi qaranglar, yanında bonusga qaranglar. Samsung'imizda xohlagan bir set o'ngib, bir golovka va bir shisha laminat va
Çinxol ham bor obunachilar. Çinxol Samsungda. Keyinki E17 hozirgi kunda toza chiqdi bu pokoleniyasi. Tak, E17 6'ga 128 lik obunachilar. Bahosini qaranglar, 2 million 130 ming so'm aksiya bahoda qo'ydik. Keyinki 2 million 100 buni 256 lik bor, ya'ni 8 ga 256 lik obunachilar bahosi 2 million 680 ming so'm. E17'lerimiz obunachilar endi aytib o'tdim, bonuslar bir shisha bor lekin. Buning uchun zo'r bahoda turibdi bu. Keyinki M36 5G, M36 5G qaranglar. Bahosini qaranglar. Ya'ni 6 ga 128 lik Green Set ishlab chiqarilgan 3 million 300 ming so'm. Endi bonusini aytaman endi sizlarga. Bonusuna qo'yilgan nemiz? Ina, men sizlarga netimma. Qo'limda endi ko'rdingizlar. Ütük. Keyin başka bir adı tushunmaylar. Ütük bu, ütük. Keyin xolasazda ütük alinglar. Xolasazda bir chopper. Chopperi ko'rdingizlar. Açıp ko'rsataman. Merak etmeyin. Chopperimizni ko'ring obunachilar. Bu no'zi bu. Ya motori o'xshaydi bu. Motori, buni ichini ko'rsatib bering. İçini. Alış qiyrak bo'lib turibdi buni. Ina. Bunda qoradon instrumentlar içinde. Bunda nesi? Likapchasimi shu o'xshaydi. Ina chopper alasizlar, xolasizlar. Agar yo'q, menga u kerakmidi deydigan bo'lsangizlar, ütük alasizlar, ütük. Sizlar ishni ochib ko'rsataman bu ütükni. Tak. Ütükimiz hem ütük ekan bu. Oh. Ne deydi bu? Yetami? Bir M36 algana şimdi bonusu. Oh. Gördünüz ama obunachilar. Bize de hemmesi tezdi. Bize obunachiları, kuzatuvchilar o'ylaymiz. Tushuntiribmisizlar kuzatuvchilar? Ina, xolang bir dona ütük olib ketasizlar. Paketi qo'limda. Xolang bir chopper, ikkisidan biri fakat. İkisinden biri M36'ga. Indiki yozman buni joyina qo'ying buni. Bir ishatib qo'yman ki ertaga ko'ring birina bir ishatsa, menda telefon olgan obunachim yoki kuzatuvchim xafa bo'lib yuradi-da. Obunachilar. Keyinki model o'taman, durib turinglar endi 1 minut. Keyin Redmi 15C telefonumuz. Redmi 15C telefonumuz 1 million 450 ming so'm, ya'ni 8 ga 128 lik obunachilar, 6000 matchda ishlab chiqarilgan 120 Hz ekran ishlash tezligida ishlaydigan telefonumuz, ya'ni 4 ga 8 ga 128 lik obunachilar, bahosi 1 million 450 ming so'm dedim. Endi tak, bunga qo'shib beradigan podarkama qaranglar endi. Redmi 15S telefonimizda qani Redmi bo'lmas. Tak. Arka podarkamiz qanaydi? Qaysidi? Bunga podarka yo'qmi? Podarkamiz yo'qmi? Aling yaxshi bir obunachilarimiz xafa olmasın bize de Redmi 15C'ga bir shisha laminat qo'yib berdik, aling yaxshi. Bir shisha laminat bize de. Zo'r bahoda turibdi-da bu, lekin kayfiyat tushirish yo'q. Bu shunga yarasha pulini yarasha ishlab beradigan telefon bu. Buni tak 12 ga 128 degan bor, bahosi 1 million 560 ming so'm obunachilar. Keyingi telefonimizga keladigan bo'lsak, qani ko'rishga tayyormisizlar? Bu aytilgan telefonlarni bu yerda qo'yaylik. Redmi Note 14 o'zi qaranglar 8 ga 256 lik Blue Sweet'da. Qaranglar, 108 megapiksel kamera, 5500 mAh batareyasi, bahosi 1 yil garantiyasi bilan 2 million 350 ming so'm obunachilar. Gördingizmi? Yetadi. Qaranglar, endi bunga qo'shilib beradigan podarkalarni aytaman. Redmi Note 14. Keyinki yana qaysi podarkamiz? Redmi Note 14 o'zini 4 qaradon qo'shib beramiz obunachilar. Bir dona Redmi Note 14 o'zini olsalar, bir 4 qaradon qo'shib beramiz. Ina. Qana tushib ketdi. Zal yo'q. Ina. Ko'rganlaringizdir. Gördingizmi? Zal yo'q. Yinglab qo'yamiz-ku buni ba'zi. Tushib borayotir bu kanallar. Obunachilar ko'rganlaringiz bir dona 4 qaradon olib ketaverasizlar. O'zim
toza ya tortçılıkka bar yürgenler ya toza epkelerimiz uyinde özü tort başlananlar olsa şular bemalol şunni alıp keteverediler. Şunni telefona bir telefon qanada endi. Keyingi telefonumuz obunachilar. Obunachilar görgenlerinizden Redmi Note 14 Pro telefonumuz yani 8'e 256'lık Bluetooth işlep çıkarılgan yana 1 yıl garantiyası bilen 3 milyon 200 mingden koyup verdik. 3 milyon 200 mingden. Qaranglar, buni yanına qo'shiladigan bonus aytaman sizlarga. Buni yanına qo'shiladigan bonusumuz yani termos. Bam. Taptoza. Buni ham ochib ko'rsataman sizlarga endi. Ko'p so'zlab o'tirmayman. 1000 marta ko'rgandan 1 marta ya 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deydi-ku. Qaranglar. Wow. Nechik bu? Voy Davud. Bu rengine qarang buni, ey. İçine qaranglar buni. Zakonli termos-ku bu, ey. Bemalol shu ya dehqon og'alarimiz ya bo'lmasa uyda o'tiradi, termoza demlab, televizorni ko'rib, basib, ko'rib o'tib, ya choyni urib o'tiraverasizlar buni. Xolang qaracha, xolang go'k choy deb. O'zim ya pochchamam qara turib xotin, ava. Hojat bir choy demlada tursa, ovqat yegandan keyin, ha? Ha, biylar. Sizlar ham ovqat yegandan keyin isham yoqmadat-ku. Yaxshi deb bir tortsa. Toza telefona berilgan bonusda termozundan bir choy damla keldi tursa, ha? Ketadi. Keyingi telefonumuz endi tak. Honor. Qaranglar. Honor X9 S5 formatda ishlab chiqarilgan obunachilar 8256'lik. Qaranglar, 1 yil garantiyasi bilan. Qaranglar buni. Bahosini qarang. 3 milyon 980 ming so'm obunachilar. Aksiya bahoda turibdi. Yana 1 yil garantiya 200% imeke kodlar o'tgan obunachilar. Endi mana qaranglar. Honor'imizga bonus. Qaranglar. Xolang. Yanında bir papka. Şunu alıp getinglar. Papkamiz ham zo'r bu. Ina papka. Neyse, ukalarimiz uchun, apkalarimiz, yog'alarimiz, repetitorlar baradan bolalar uchun bemalol ketadi bu. Bo'lmasa bir sport shundalar borsa, asib ketaveradi. Bemalol ketadi. Keng ulli mod. Keyin agar yo'q, menga u kerakmaydi desangizlar, yana bir bonusimiz bor edi shu yerda. Arka bonusumuz qani u? Tak. Obunachilar, uzoqlashmang imonda kollektivda. Ina bu termoza o'xshagan narsa bu. Buni stakanlar ham bor yanında. Xolang birini olib keting obunachilar. Ko'rganlaringizdek. Ina, yo papka, yo birini olib ketinglar. Ina, qaranglar endi. Indiki keldi telefonimiz. Tecno Spark 40 Pro'lar, yeni qaranglar. 16 ga 128 degan bor. Qaranglar, bahosini keladigan bo'lsak 5200 mAh batareyasi, Tecno Spark 40 Pro'miz bahosi esa 2 milyon 150 ming so'm. Lan undan tashqari, endi biz bonusga qo'ygan telefonlarimizni aytdik obunachilar. Undan tashqari Honor X7, 6, X8'lerimiz ham bor. Ya'ni Honor X7'miz 128'lik 1 milyon 960 ming, keyin X7'mizda 512'lik ham bor obunachilar. Esi bahosi esa 2 milyon 700 ming so'm. Keyin 6S'imizki 1 milyon 820 ming so'm. Keyingi X8S'imizki 256'lik 2 milyon 900 ming so'm obunachilar. Obunachilar, ko'rganlaringizdek 2 milyon 900 ming so'm berdi u. 256 to'g'ri. Endi ko'rganlaringizdan shu qo'ydik-ku, men hozir aytib o'tgan telefonlarimizda qo'yilgan aksiyalarimiz, bonuslarni aytdim-ku. Shu podarkalarimiz, bonuslarimiz, telefonlarga qo'yilganlarni hammasini bir hafta ne qo'ydik. Shunday. Bonus qo'ydik. Aytgan telefonlarim bor. Bemalol bir hafta davom etadi bizning aksiyamiz. Bemalol shunday telefonlar kelib, yanında bonuslar bilan xarid etib ketsangiz da bo'ladi. Va bamali nemas, yetarli emas, barakka. Ya'ni men o'tgan videoda aytganman. 1 xohlagan 2 shunday nerda turgan chexollarimizni Liboyni Face Samsung'a obuna bo'lasizlardan shunday 1 2 xohlagan chexollaringiz birini telefoningizda ko'rib bo'ladigan bo'lsa 5 plat yana ketaverasizlar obunachilar. Ko'rganlaringiz. Yana bizlarda indiki qaranglar, sizlarga indiki keldi. Birinchi film tushuntiraman. Agar tayyor bo'lsanizlar, vaqtim ketdi. Endi birinchi filialga yo'l olamiz obunachilar. Obunachilar, ko'rganlaringizda endi men
Samsung filialımızın birinci filialdamı. Obunachilar, görəniz sizlər bilan iPhone'ların obzorunu ötəmiz. Obzorunu eng başlaydan bolsaq, yəni iPhone, qaysı telefonlardan başlaymaq sizlərin üçün iPhone 10, iPhone XR 16 ətilgənliyi, 1064 yomkısda 80 64 pamyat, 80 yomkısda işləb çıxarılan telefonumuz 4 milyon so'm. Yəni 1 il garantiya bilan. Qaranglar. İndiki gəldi telefonumuz, yəni iPhone 11'lerimizden bu iPhone 11'imiz qaranglar. 128'lik 73 yomkısda işləb çıxarılan 3 milyon 700 min so'm. Ki iPhone 1'ni 128'ligi bu, yəni yomkısına qaranglar. 100 yomkıs obunachilar. 100 yomkıs. Görgənlərinizdir. Nə deydi bu? Nə deydi bu? Dokument korobkan bilan əsası bu 100 yomkıs işləb çıxarılan. Bahası gəladigan bolsaq 5 milyon 500 min so'm. Görgənlərinizdir. 1 yıl garantiyasam bu yana. 1 yıl garantiya. İndi sorarsanız mümkün. Bunun yanında ne qo'shib beriladi? Buna shisha laminat, chixol ve zaryadchiki besplatniy bo'ladi iPhone'larımızda. Keyingi telefonumuz, yani iPhone 12 model 64'lik pamyat, yani 77 yomkısda işləb çıxarılan telefonumuz. Görgənlərinizdir. Bahasına gəladigan bolsaq 2 milyon 157 so'm bu. 4 milyon so'm ekan bu obunachilar. 4 milyon so'm. Keyingi iPhone 16, yani iPhone 11'ni 16 ətilgənligi, iPhone 11 16 ətilgən, yani 128'lik 100 yomkısı işləb çıxarılan telefonumuz 5 milyon so'm. 5 milyon so'm. Keyingi telefonlarımız iPhone 14 Pro Max. Köpçilik sorab beribdi. Max'da bu iPhone 4'tü deb. 128'lik 84 yomkısı işləb çıxarılan telefonumuz 700 dollar. 1 yıl garantiyası bilan obunachilar. 1 yıl. Bilasizlar, bizdə bu işni işlətilgan telefonlara 6 ay garantiya bor edi. İndi bir yanında 1 yıla çıxdı obunachilar. 1 yıl garantiya. Bemalol. Tak, keyingi temamız iPhone 15 ham sorab yuradiz. iPhone 15 telefonumuz, yani 128'lik 88 yomkısı işləb çıxarılan, qaranglar 7 milyon 200 min so'm. iPhone 15 sorab yuribsizlar, doğrusunu aytam. Gelinglarda alıp getinglar. Bu telefonlar durmaydı bizdə. Uzağı 3-4 gün duradı. Kimde kime gerek olsa 1 yıl garantisi alıp giteversin. Keyin eğer yok bana şu iPhone 15'in paketi gerek deseniz onu paketem bu obunachilar. Yani iPhone 15'ni paketi 128'lik yine 100 yomkısı duruptu yine. Yani açılmayan telefonumuz, yani 780 dollar, 780 dollar 1 yıl garantiya bilan. Bunun içinde shisha laminat, chixolu ve zaryadchiki besplatniy bo'ladi obunachilar. iPhone 5 Pro'muzdan bu obunachilar, iPhone 5 Pro, yani 88 yomkısı işləb çıxarılan, 88 yomkısı, 128'lik pamyat, keyin bahasına gələn olsaq 800 dollar. iPhone 15'ni keyinki 86 yomkıslısan bu, keyin qaranglar 590 dollar. Yani 128'lik. Ultra gələn olsaq, ultralarımızda işlətilgəni bu obunachilar, yani S22 Ultra 256'lık kızın kara sivet, black kara sivetli işləb çıxarılan telefonumuz 6,5 milyon so'm. Buna 1 yıl garantiya bu. Keyin bunu kızıltır sivetem bu, yani bunun siveti yani baklajan siveti oxşaydı bu. 256'lık obunachilar 6,5 milyon so'm bu. İşini video aktı lekin bana doğrusu. Bunu kız alsa boladı, kızlara köp mos düşerdi bunu. Ol balla ekan nega? Keyin bunu 256'lı gerekmedi ama ondan ham zo'r pamyat güçlüsü gerek deseyse 512'lik bu S22 Ultra'nı, yani 6 milyon 800 min so'm. Obunachilar, gördüğünüzde iPhone 2'mizdan bu bizani ana bemalol 3 milyon 300 min so'mdan kokupmiz, 85 yomkıs, 128'lik pamyat. Obunachilar, qo'ldan kelgancha sizlarga tushuntirdim. Meni iPhone'larimiz narx-navolarni gördüğünüzde ko'pchilik so'rab yuradi bizada. Ana gördüğünüzde her xil turdagi 11, 12, keyin 15'lerimizdan bu bemalol kelib bizdan xarid etib ketsangizlar bo'ladi. Hozirchalik 16'mız yo'q. Obunachilar 16'mızdan tez kunda keladi. Shuni obunachilar yana so'ranglar. Shuni yana kimda kime iPhone 16 mı bizda? iPhone 16'ning o'zi, iPhone 16'ning o'zi ham bor. 128 yomkıs o'xshaydi. 128 pamyat 100 yomkısa 11 milyon 500 min so'm. 11 milyon 500 min so'm. Pamyat? Pamyatı arkasında yozib qo'yildi. Pamyatı tak. O 128 mi? 256'lık. Gelavering, ne qilib kelishib ko'raverasizlar shu yerda o'zingiz. 1000 marta eshitganda 1 marta ko'rgan yaxshi deydi ku. Filiallarımıza tashrif buyursangiz ko'rsatamiz. Obunachilar, ko'rganlaringizdan yana bizani video rolikimiz shundan bo'ldi. Shunday videolar
Bonusumuz ham aytganimdek bir hafta davom etadi va iPhone telefonlarimiz ham bor. Bonusimizni bir hafta davomida skidka bahoda telefonlarimizni xarid etib olsangizlar, yanında podarkalar bilan olib ketasizlar obunachilar. Esa xudo xolasa endiki videolarda görüşguncha, shu yana kommentariyada o'z fikrlaringizni yozinglar. Yana nechik sizlarga telefonlar obzorini ko'rsataylik. Shularni yozsangiz biz qo'ldan kelgancha harakat etamiz obunachilar. Esa endiki videolarda görüşguncha, oldindan bir like bosing va obuna bo'ling. Samsung hamisha siz bilan qoladi.